Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim. Yo'qotilgan sog'liqni izlab rukni asosida ishlayotgan serial roliklarimiz davomi. Bugungi roligimiz ham tabobatga bag'ishlanadi. Ya'ni mizojlar ilmini yakuniy qismi desam juda ham to'g'ri bo'ladi. Sababi men oldingi roliklarimda mana 1 sifatli, 2 sifatli, 3 sifat qatnashgan hamda 4 sifat qatnashgan mizojlar haqida gapirib o'tdim. Endi shularni umumlashtiramiz va mizojlar ilmini nazariy qismini shu joyda to'xtatib turamiz. Bundan keyingi ishlanadigan roliklarimiz siz iste'mol qiladigan oziq-ovqatlarning mizoji, qolaversa tabiat hodisalar va ularning mizojlari va tanada hosil bo'ladigan holatlar mizojlari, ayniqsa mana giyohlar mizojlari bilan sizlarni tanishtirib boraman. Sharq tabobatining buyuk namoyandasi Abu Ali ibn Sino inson organizmi faoliyatini tushuntirishda mizojlar nazariyasiga katta ahamiyat qaratgan. Mizoj bu organizmdagi asosiy tabiiy sifatlarning o'zaro ta'siri natijasida hosil bo'ladigan ichki muvozanat holatidir. Tabobat ta'limotiga ko'ra tabiatda 4 ta asosiy sifat mavjud. Ya'ni issiq, sovuq, quruq hamda nam. Har bir organizm a'zo yoki modda ana shu sifatlarning ma'lum darajada qo'shilishidan hosil bo'lgan mizojga ega bo'ladi. Mizojlar sifatlar soniga qarab quyidagilarga bo'linadi. 1 sifatli mizoj, 2 sifatli mizoj, 3 sifatli mizoj hamda 4 sifatli mizoj. 1 sifatli mizojning ta'rifi. 1 sifatli mizoj organizmda faqat bitta sifat ustun bo'lgan holatdir. Bu holatda qolgan sifatlar kamroq namoyon bo'ladi yoki deyarli sezilmaydi. Turlari. 1 sifatli mizojlar 4 xil bo'ladi, eslasangiz. Issiq mizoj, sovuq mizoj, quruq mizoj hamda nam mizoj. Xususiyatlari. Issiq mizojli insonlar tana harorati yuqori bo'ladi. Faol va tez harakatlanadi. Qon aylanishi tez bo'ladi. Sovuq mizojli insonlar tana sovuqroq, harakat sust, modda almashinuvi past bo'ladi. Quruq mizojli insonlarda teri quruq, organizm suyuqligi kam, ozg'in bo'ladi. Nam mizojli insonlar tana yumshoq, suyuqlik ko'p, semirishga moyil bo'ladi. 1 sifatli mizojlar odatda sof ko'rinishda kam uchraydi. Ko'pincha ular boshqa sifatlar bilan qo'shilib murakkablashgan holda keladi. Buni bilish juda ham zarur. 2 sifatli mizojlar. 2 sifatli mizojlar organizmda 2 sifatning birgalikda namoyon bo'lishidir. Bu mizojlar tabobatda eng ko'p uchraydigan asosiy mizojlar hisoblanadi. 4 ta 2 sifatli mizoj bor. Ya'ni issiq nam, issiq quruq, sovuq nam hamda sovuq quruq. Ularning tabobiy nomlari, tabobatdagi nomlari xilt bilan bog'liqligidadir. Issiq nam qon mizojli. Issiq quruq safro mizojli. Sovuq nam balg'am mizojli, sovuq quruq savdo mizojli xususiyatlarga ega. Issiq nam, ya'ni qon xilti ustun bo'lgan insonlar baquvvat bo'ladi. Qon aylanishi kuchli. Tez nima deydi uni? Tez qaror qabul qiluvchi insonlar bo'ladi.
issiq murur, ya'ni safra xiltiga oid mizojli insonlar tez jahl qiladi. Jahli tez chiqadigan insonlar bo'ladi. Tanasi issiq bo'ladi. O'zlari ozg'in. Sovuq nam, ya'ni balg'am xiltli insonlar sekin harakatlanuvchi, uyqu hamda semirishga moyil insonlar bo'ladi. Sovuq quruq, ya'ni savdo xiltli insonlar ozg'in, teri quruq bo'ladi. Juda ham ko'p o'ylaydigan insonlar bo'ladi. Bu mizojlar inson temperamentining asosi hisoblanadi. Endi 3 sifatli mizojlar. 3 sifatli mizoj organizmda 3 ta sifat bir vaqtda faol bo'lgan murakkab mizojdir. Bu holatda bir sifat yetakchi bo'ladi. Qolgan ikkitasi unga yordamchi sifatda keladi. Mizojlar issiq quruq nam, issiq sovuq nam, issiq sovuq quruq nam. Xususiyatlar: 3 sifatli mizojlar odatda tashqi muhit ta'sirida, ya'ni ob-havo o'zgarishi, noto'g'ri ovqatlanish hamda kasallik jarayonida yuzaga keladi. Masalan, issiq quruq nam mizojda tana issiq, ayrim joylar quruq, ba'zi joylar esa nam bo'lishi mumkin. Bu mizojlar organizm muvozanati buzila boshlaganida kuzatiladi. Endi 4 sifatli mizojlar. 4 sifatli mizoj organizmda issiq, sovuq, quruq va nam sifatlarining barchasi ishtirok etgan murakkab holatga aytiladi. Bu holat odatda kasallik jarayonida, organizmning javob reaksiyasida, tashqi omillar kuchli ta'sir qilganida yuzaga keladi. Xususiyatlari: bu mizojda tananing bir qismi issiq, boshqa qismi sovuq. Ayrim joylar quruq, ayrim joylar nam bo'lishi mumkin. Masalan, yallig'lanish markazi issiq bo'ladi. Atrofida shish bo'ladi. Ayrim joylarda quruqlik, organizmning boshqa qismi sovuq bo'ladi. Bu holat murakkab patologik jarayon hisoblanadi. Mizojlarning organizm uchun ahamiyati nimada? Aynan mizojlar ilmi tabobatda juda muhim. Chunki kasallik sababini aniqlashda, har bitta kasalning individual davolash usulini tanlashda, to'g'ri ovqatlanishni belgilashda, organizm muvozanatini tiklashda yordam beruvchi eng muhim omil hisoblanadi. Tabobatda davolashning asosiy tamoyili mizojni muvozanatga keltirishdir. Issiq mizojni sovutuvchi vositalar bilan, sovuq mizojni isituvchi vositalar bilan, quruq mizojni namlantiruvchi vositalar bilan, nam mizojni qurituvchi vositalar bilan muvozanatlashtiriladi. Abu Ali ibn Sina bobokalonimiz ta'limotiga ko'ra, inson organizmi faoliyati mizoj muvozanatiga juda ham bog'liq. Mizojlar asosini 4 ta sifat, ya'ni issiq, sovuq, quruq va nam tashkil qiladi. Ular o'zaro qo'shilishiga qarab 1 sifatli mizoj, 2 sifatli mizoj, 3 sifatli mizoj hamda 4 sifatli mizoj ko'rinishda namoyon bo'ladi. Mizojni to'g'ri aniqlash tabobatda kasallikni tushunish va davolashning eng muhim kalitlaridan biri hisoblanadi. Like bosishni unutmang. Kanalingizga a'zo bo'lishni unutmang. Roligimiz pastda izohlarda Telegram kanalimiz hamda berib borayotgan roliklarimizni ilova qilganmiz. Agar qanday savollar tug'ilsa, kommentariyalarda yozing. Biz albatta javob beramiz va keyingi roliklarda uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'linglar.